Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Durusul balog'adan ilmul bayan bo'limida tashbihni gaplashayotgandik. Tashbihni bugun 3-mabhas ag'rodu tashbih. Tashbihdan maqsadlar. Nimaga o'zi tashbih ishlatiladi degan ba'zi g'arazlarini ko'rib chiqamiz inshaalloh. الغرض من التشبيه إما بيان إمكان المشبه. تشبيهdan maqsad mushabbahni mumkinligini bayoni bo'ladi. Masalan, فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. Agar sen insonlardan yuqorilab ketsang, vaholanki sen ulardan bo'la turib, albatta mushkambar ham oxuni ba'zi qonidir degan she'r. Ya'ni ma'nosi, sen odam zotidan bo'lib turib asling, lekin ulardan ko'tarilib ketgansan. Buni imkoni bor, chunki mushkambar atir ham o'zi aslida oxuni bir qonini jinsi. Ya'ni aslida qondan olinar ekan, shu originali, eng asli o'sha hayvonning qonidan. Qara, qon bo'lishiga qaramasdan, lekin odamlar uni qadrlaydigan bir atirga aylangan deyilyapti. Maqsad nima ekan? Odamlardan bo'lsa ham ulardan yuqorilab ketishligini imkoni bor ligini ko'rsatishlik uchun tashbihdan foydalanildi, demak atirga o'xshatildi. فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله بخصائص جعلته حقيقة منفردة يحتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال. Mamduh maqtalinayotgan kishi aslidan ajragan ekanligini da'vo qilgach, shunday bir xususiyatlar bilan o'zini zotidan ajrab olgan ekanki, qanaqa xususiyatlar? Ja'alatu haqiqatan munfaridatan. Uni boshqa bir mohiyatga aylantirgan xususiyatlar bilan aslidan boshqacha bo'lgan ekan. Ya'ni o'ziga yarasha bir qobiliyatlari bilan boshqa odamlardan o'zgacha, boshqacha odamligini da'vo qilgan ekan. Yahtajja ala imkani da'vahu, mana shu da'vosiga hujjat keltirdi. Nima bilan? Bitashbihi bil misk. Mushkambarga o'xshatishligi bilan o'zini. Bu ham aslida oxuni qonidan bo'lganligiga ishora qilib. Mushkambar aslida qon bo'lgani bilan mana boshqacha bo'lib qadri oshdimi? Demak, meni ham boshqacha bo'lishligimni imkoni bor deb turib da'vo qildi, misol keltirdi. Va imma bayanu halihi kama fi qawlihi. Ikkinchi g'araz holatini bayoni uchun ham tashbih ishlatilar ekan. Masalan, ka'annaka shamsun wal muluku kawakibun idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu. Xuddiki sen quyoshsan, boshqa podshohlar bo'lsa yulduzlardir. Qachonki quyosh chiqsa, boshqa yulduzlar ko'rinmay qoladi, deyapti. Ya'ni qarshisidagi maqtalinayotgan kishini quyoshga o'xshatib, boshqalarni yulduzga o'xshatib, sen chiqsang qolganlar qolib ketadi soyangda deb maqtayapti, holatini bayon qilib. Ya'ni mamduhni. Bu yerda demak tashbihdan murod bayanu halihi. Uchinchi maqsad bayanu miqdari halihi. Holatini, miqdorini bayoni. Tepada shunchaki holatini bayoni deydi, miqdori qancha martalab o'zib ketgan, masalan, qancha martalab zo'rroqligini ko'rsatish uchun. Fiha 42 halubatan sudan ka khafiyatil ghurabil ashami. U yerda 42 ta sog'in tuya bor. Qora rangda, xuddiki qarg'ani qora ichki patlari kabi deyilyapti. Ya'ni 42 ta qora tuyani qanaqangi darajada qoraligini, qoralik holatini, miqdorini bayon qilyapti. Shunchalik qoraki, qarg'ani qora patlari kabi. O'zi qarg'a qora bo'ladi asosan, yana qora deb, asham deb yanada qoralashtirib ko'rsatilyapti. Va xofiyatil g'urob,
Qora shunchaki qora pat emas, xofiya bo'lgan pat. Xofiya degani ya'ni qanotini ochsangiz, qanotini ichkari taraf, ya'ni qo'lni tagidagi, shu qo'ltig'ini ichidagi hech quyosh tushmaydigan qop qora patini nazarda tutib aytiladi xofiya deb, ya'ni berkilib turadigan joyi. Shu darajada qora qarg'ani, qora patlarini eng qora joyidagi 42 ta tuya yuribdi joyda deb aytilyapti. Tuyani qoralik miqdorini bayoni bo'ldi, holatini, miqdorini bayoni tashbih qilib keltirildi. Mana kaf tanbiyog'i tashbih. Shabbaha nuqa suda bi xofiyatil g'urabi. Qora tuyalarni qarg'ani ichki qanotiga o'xshatdi. Bayanan li miqdari savadiha. Qoraligini, darajasini, bayonini ko'rsatishlik uchun. Va imma taqriru halihi. Holatini yanada isbotlash, qarorlashtirish uchun ham tashbih qilinadi, ya'ni mustahkamlash, ta'kidlash. Unga misol innal quluba idza tanafara wudduha mithlu az-zujajati kasruha la yajbaru. Albatta qalblar muhabbati o'zaro nafratlansa, bir-birini yomon ko'rsa, xuddi shisha kabi bo'ladi. Uni singani to'g'irlanmaydi. Ya'ni idish sinsa qayta to'g'irlanmaganidek, qalblar bir-birini yomon ko'rsa, qayta muhabbat qilmaydi degan kabi, qalbdagi ozorni tuzalmasligi xuddi shishani tuzalmasligiga o'xshatib isbot qilinyapti yanada. Taqriru halihi, mana tepadagi gapni yanada mustahkamlash uchun tagidagi tashbih keltirildi. Misludan buyog'i demak o'xshatish bo'lyapti, tashbih bo'lyapti. Shabbaha tanafural qulubi, qalblarni nafratini bi kasri zujajati, shishani sinishiga o'xshatdi. Tathbitan li ta'azzuri audatiha, orqaga qaytarish imkonsizligini yanada isbotlash uchun. Taqrir, isbotlash, mustahkamlash uchun. Ila ma kanat alayhi min al-mawaddati, oldin bo'lgan muhabbatga qaytmasligini yanada isbotlashlik uchun. Ya'ni yomon ko'rsa eskidagidek orqaga qaytmaydi, muhabbatga qaytmaydi. Va imma tazyinuhu, ziynat uchun ham tashbih ishlatiladi. Sauda wadihatul jabini kamuqlati zabil g'ariri. U qoradir, chakkasi yarqiragan qoradir, shunday qoraki kamuqlati zabil g'ariri, go'zal chiroyli zobi, kiyikni qorachig'i kabi, ya'ni kiyikni, ohuni ko'zlari chiroyda ibrat qilinadi, tashbih qilinadi. Ana shuni ko'zini qorachig'i kabi qoradir deb mamduh maqtalinyapti. Shabbaha savadaha bi savadi muqlati zabi. Qoraligini, kiyikni ko'zini qorachig'ini qoraligiga o'xshatildi. Tahsinan laha, uni chiroylilashtirish uchun. Demak, tashbihdan yana bir maqsadimiz ziynatlash. O'zimizda ham shu uchun ishlatiladi. Qoshlari kamon deymiz. Nimaga? Maqtash, chiroylilashtirish, ziynatlash uchun. Yoki lablari g'uncha deb qo'yiladi. Nimaga o'xshatilyapti? Sabab nima? Maqsad nima desa, ziynatlash uchun. Yoki xuddi shuni teskarisi, imma taqbihuhu, xunuklashtirish uchun ham ishlatilar ekan tashbih. Va idza ashara muhaddithan faka'annahu qirdun yuqahqihu aw ajuzun taltimu. Agar gapiraman deb ishora qilsa, xuddiki u qahqaha otayotgan, xaxolayotgan maymunga o'xshaydi yoki yuziga urayotgan kampirga o'xshaydi. Gapiraman deb gapirishi ham o'zi eplab gapira olmaydi, ishoralar qilib zo'rg'a tushuntiradi. Shunda ham maymunga o'xshab harakatlar qiladi yoki yuziga urayotgan kampirga o'xshab deb, mana bu tashbihlar faka'annahudan buyog'i tashbih nima uchun bo'ldi? Taqbih uchun, xunuklashtirish, mazammat qilish uchun bo'ldi. وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عكس طرفات تشبيه. Agar tashbihni taraflari akslantirilsa, maqsad mushabbah bihiga qaytib qoladi. Ya'ni ba'zida maqsadimiz bir narsani maqtash bo'ladi va ikkinchi narsani misol o'laroq keltiramiz-ku. Shuni teskarisiga ham ishlatiladi ba'zida. Masalan, yuzingiz
oydek go'zal ekan-a demaymizda, oyni qara, xuddi sani yuzingga o'xshab go'zal ekan-a deymiz. O'zi go'zallikda oy ibrat qilinardi. Lekin oyni go'zalligini isbotlash uchun hozir haligi insonni go'zalligiga o'xshatib, shunga o'xshaganligi uchun oy chiroyli hisoblandi deyapmiz. Bu endi yanada kuchli tashbih hisoblanadi-da. Buni tashbih maqlub deb aytiladi. Mana misol: va bada as-sabahu ka'anna ghurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Tong boshlandi, xuddiki uni oqligi, boshlanishligi maqtalgan paytdagi xalifani yuziga o'xshaydi. Ya'ni tongni yorishib chiqishligi go'zallikda xalifamizni kulgan paytdagi, maqtalgan paytdagi yuziga o'xshaydi-ya deyapmiz. O'zi xalifani yuzini chiroyda xuddi tongga o'xshataman desa, bu tashbih bo'lardi. Chunki tong go'zal manzaraga o'xshatiladi boshqa narsalar. Bu yerda teskarisi bo'lyapti. Tongni chiroyliligini tushuntirish uchun xalifani yuziga o'xshatyapti. Subhanalloh. Va mana shu narsa tashbih maqlub deb nomlanadi. Ya'ni bu tashbihda yuqori darajadagi o'ta tashbih hisoblanadi. Shunchalikki teskariga aylanib ketib qoldi ishlar. Vallohu alam. Undan keyingi mavzuyimiz majoz ekan.